Şu pampers bela çıktı, vıyvık başlandı. Pampersni kısadimi, mana ikkita buksagi pampersni qattiq qisa tushunmaydi. Bu pampersni o'zi kiydirish noto'g'ri. Men ekstranni bir yoqqa ketayotganda yarim soat, 1 soat yo'lga taqsa bo'ladi. Keyin kerak emas. Только marli. Marlilarni ko'proq 10-15 ta qilib tashlash kerak, 20 ta qilib tashlash kerak mashina. Bo'ldi. Bolaga qo'ysin-da, ishlarni ustidan kiydirsin. Bizani analarimiz mana 9 ta tug'gan, bizani bitta pampers taqmasdan katta bo'lganmiz bani. Burunqilar ham shu. Kasal ham bo'lmaysidi. Burun vivik degan narsa eshitilmagan, bo'lmagan yo'q. O'zi vivik deb vivik уже chiqqanini gapiradi. Bitta hozir golovkasi yo'qni ham vivik deydi. Aslida o'zi vivik golovkasi bu yoqqa chiqib ketsa vivik bo'ladi. Yosh bolalarda shu pampersni qattiq qisadi rezinkasini. Qisqanda как раз mana golovka turgan joyi mana tepasi. Rezinka naq masjidga keladi-da, mana shuni qisqanda bu ketadi. Golovka ichiga kirmaydi-da, bu yoqqa ketib qoladi. Ana shu rezinkani qisqanda, shuning uchun rezinkani nomiga bunday qilib qo'ysin. Qattiq qisish kerak emas. Yosh bolalarning barini viviklarini mana shu pampersni qisadi-da bo'ldi. Mana bu rezinka oyoq bu yoqqa ketib qoladi, mana ichiga kirish kerak, mana sharnier. Ichiga kirmaydi-da, bu yoqqa ketib qoladi. O'zi ana shundan vivik o'zbek tilida qanaqa kasallik o'zi? Shu vivik deyotganingiz? Oyoq chiqib ketadi-da. Endi chiqib ketish deb mana vivik o'zi slovo vyviknul deydi. Vyviknul. Bor